Bu oilaga qara, bu oilani tashvishini yech. Mayli, ishimiz shu-ku. Kim? Assalomu alaykum. Kim bor? Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opajon? Sonlaringiz yaxshimi? Charchab. Keling. Keling opajon. Ilohim, tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, bolalarim baxtli bo'lsin ilohim. Yaxshimisiz opajon? Sonlaringiz yaxshimi? O'g'lingiz yaxshimi? Qizingiz yaxshimi? Rahmat seni. Opajon, xush kelibsiz bizga taraflarga. Nima xizmat? Qizingiz yaxshilarmi? Rahmat. Shuhrat. Lekin ko'cha-ko'yda ko'raman, juda kiyinishlari, hamma yog'iga bir tillalar, taqinchoqlar taqib yuradi. Kiyimlari bir современный. Qari kampir, hali ko'rasan men olib chiqqaning uchun. Uni ham o'zini qizidan mahallaga chiqadimi? Kampir. Taqinchoqlar taqib yuradi. Kiyimlari bir современный qiz. Endi qiz bola bo'lgandan keyin butoqlardan kam bo'lmasin deyman-da. Erta-indin uzatiladigan. Hech kimdan kam qilmasligim kerak. O'qishiga ham, kontraktiga, to'yga yordam berarmikinsiz deb keluvdim oldingizga. Har holda mahalla raisisiz. Ko'p bilan muomala qilasiz, ishlaysiz. Opajon, bitta savolim bor-da. Agar buyurmaysiz. Yo'q, bemalol. Qizingiz ko'chada shunaqa zo'r kiyinib yuribdi-yu, sizga kelganda nimaga bunaqa qaramaydimi sizga? Uyga qaraydimi? Ro'zg'orga qaraydimi? Qarashadi. Onalar bekitadi-de, ha? Opajon? Ha, yo'q, unchalik emas. Qizim yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi. Hozir nima taraflar yordam beradi? Kontrakt bilan to'ygami? Yaxshi bo'lardi avval o'qish kontrakti, keyin xudo xohlasa to'yga aytaman. To'yga ham o'zingizdan qolar gap yo'q. Kuyov bola bormi? Endi so'rab kelsa o'sha kuyovdan peshonasidan ko'rsin. Qizingiz shu yerdalarmi o'zi? Ha, qizim birga kelganman bilan chaqiraymi? Mayli. Gaplashib ko'raylikchi bo'lmasa? Ha, hozir. Hozir. Voy tavba. Bu ayolning qizi juda boshqacha kiyinib yuradi-ku. Onasi ham bir yaxshi bir oiladan bo'lsa kerak deb o'yladim. Qani qiz bilan gaplashib ko'raylikchi. Har xil oilalar bor-da. Qizim? Qizim? Nima qilib o'tiribsiz burada? Yo'q, men yordam so'rab kirdim, xolos bola. Yordam so'ramadingiz? Meni ustimdan shikoyat qildingiz-ku. O'tayman. Assalomu alaykum. Rais opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldim, yaxshiman. Xush kelibsiz. Qanaqasiz? O'qishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Xudoga shukr. Eshitaman, nima xizmat? Oyingiz kelibdilar. Bu kiyinishingiz, turishingiz, hamma yog'ingiz tilla bo'lib yotibdi, singlim. Ha? Nimaga bu onangizni bunaqa ko'chada, sulida, mahallaga yuborib yuribsiz? Bir og'iz telefon qilib qo'ysalar bo'lardi-ku. Onani ham shaq qaqshatadimi? Ha, singlim? Mahallaga men jo'natganim yo'q. O'zlaridan jabrdiyda yo'q qolib kelganlar. Nimaga jabrdiyda yo'q oladilar? Onangizga qarasangiz bo'lmaydimi? Ustilari kiyimlarni ko'rdingizmi, singlim? O'zingiz jaqar narsalar taqib, chaqinjoqlar taqib yuribsiz-ku, onangizga qarasangiz bo'lmaydimi? Ertaga siz ham ona bo'lasiz. Siz bitmabdi, kontrakt so'rab keldilar. Mana hal turmushga chiqishingiz bor. Bit-binoda qizsiz, ha? Singlim? Vaqt kelganda kiyganlar. Yasanganlar. Endi navbat yoshlarga. Yo'q. Onangiz tinim bilmay kecha kunduz
non terib, tuz terib yuribdilar-da, sizga tilla taqinchoqlar olib beribdilar. Lekin ustilariga qaramabdilar, qorinlariga yemabdilar. Seni uyalmaysizmi? Ertaga nima bo'ladi? O'zingizdan ona bo'lasiz. Hozir eshitib qoldim, mabodo baqirib tashlamadingizmi onangizga? Eshitgan bo'lsangiz nima bo'pti? Baqirdim. Qilarlar-da kerak bo'lsa. Tuqqanlardan keyin. Qilarlar. Tag'in ham ko'p narsa qilganlar yo'q. Men mashina xohlayman. Mashina olib berishlari kerak. Mashina xohlaysiz. Shunaqa. Menga qarasanglar, onangni yo'qotganingda mashina ham kerak bo'lmaydi. Mana bu latta puttalari ham kerak bo'lmaydi. Taqir-tuqirlari ham kerak bo'lmaydi. Esingdan chiqarma. Seni 3 yil o'qitdilar onang. 4-kurs bitirayotgan ekansan. Qiz uzataman deb bechora noshud ona sanga uchun qilgan ekanda seni. Og'zingni qara sapishingni. Uyalmaysanmi? Ha? Senga kim haq berdi bunaqa ona bilan gaplashishga? Qachon ona bo'lasan, bitta bolani tug'asan, ana o'shanda ko'ramiz. Jayroq tushibdi-yu, a? Ko'chama-ko'cha yurish. Uyalmaysanmi? Katta qiz yoshing ham o'tib qoldi sali menimcha bir bordirsan, bir 30 ga kirib qolgandirsan-a seni. Salimda uyalsang bo'lardi. Ona seni uchun so'rab kelgan, o'zi uchun emas. Menga qarang. Men o'zingiz eshitgan kelganim yo'q. Yordamga muhtoj oilalarga 500 ming, uzoq bilan 1 million yordam ko'rsatib qo'yasizlar deb. O'shani ankka chiqib olib, karilsizlar. Sansirash sizga emas meni. Tushundingizmi? Yordamingiz bo'lsa, qiling. U vazifali. Sizlarga davlat qancha pul ajratadi? Cho'ngchaginglar olasizlar. Bilmaydi bo'lasizmi? Voy seni og'zingga qarab gapir. Shu mahallada o'sgansan. Birinchidan biz birovning haqqini yemaymiz. Bilmayman uni kim yegan, uni boshqalardan so'raysan. Men shu paytgacha mahalla rais bo'lgan bo'lsam, mana 3 yil bo'ldi. Hali birovning haqqini ham yegam yo'q. Yemayman ham. Ko'zim to'q, Xudoga shukr. Imomlarni to'g'rilagan. Ertaga uzatiladigan qiz ekansan. Onangga qara. Sinem, onangni yo'qotganingdan keyin topolmaysan. Voy dodingni o'rtoqlaring ham eshitmaydi, eshitdi. Mana bu tillalaringni sotib olasan deb kayfingni qilib yurasan. Tushundingmi? Men bilan unaqa gaplashmayman deysan. 30 ga kirib katta bo'lib qoldingizmi? Qanaqa yeganini o'zingizlar bilasizlar. Mahallaga qancha boylar ehson qiladi. Hamma o'sha ehsonlar. Bitta oilani spiskaga chiqarib olasizlar-deb, o'shanikini o'zingizlar yeysizlar. Kirgizib qo'yasizlar bitta yog', guruch, go'shtlarini sizlar o'zingizlar olasizlar. Go'sht bironta oilaga kirgizganmisizlar? Go'shtni olib mayda-chuyda narsalarni ehson qilib olasizlar. Kechirat opa, siz endi kelgandirsiz mahallaga. Siz endi ko'rib turibman. Sizdan oldin ishlaganlar, rais bilan mana jensoveti. Yeb o'tiradigan to'g'ri bo'lgan ular. Fuqarolarning ustidan pul yeydigan bo'lgan ular. O'shaning uchun e'tibordim men opa sizga. O'zingizga olmang. Mayli, buni inobatga olaman seni. Lekin bitta narsa. Yaxshilab eshitib oling. Mahalla qo'lidan kelgancha yordam beradi. Mahalla o'z yo'lida. Lekin siz onangiz, onani bunaqa xo'rlamang. O'sha ona sizni bunga keltirgan. O'sha ona 9 oy 9 kun ko'tarib yurgan. Biza vaqtinchamiz. Lekin onangiz abadiy. Onani yo'qotdim degan ko'ringiz. O'zingiz yo'qotdim. Tushuntira oldimmi seni? Sinem, men tushunaman. Yoshsiz. 30 yosh ham o'yin kulgi payti emas, endi turmushga chiqadigan paytingiz bo'ldi. Men achchiq haqiqat gapiraman, xafa bo'lmang. Umr qisqa, vaqt tez o'tib ketib qoladi. Ko'zingiz shunday yumib ochgunizcha yoshingiz 40 ga kirib qoladi. Yaxshi joydan keladigan bo'lsa, ayting, biz o'zimiz to'y qilib uzatamiz. Mana shu kontraktingizni ham to'lab beraman, va'da beraman. Faqat bitta shartim bor. Onangiz orda qaqshatmaysiz. Onani duosini olasiz. Ona nima desa, ko'ngliga qaraysiz. Kelishdikmi? Kelishdikmi seni? Opa, men sizdan uzr so'rayman. Sizniki mahalla raisini endi ko'rishim. Oldingi mahalla raislari eshitmagan aholini. So'zingizni turasiz, opa. Menga bunaqa gaplarni hech kim gapirmagan. Men faqat onamni eshitib, onamni yomon ko'rgan ekanman. Hozir men bor onamdan kechirim so'rayman.
ana bo'larkan. Siz va'dangizda tursangiz singlim, men ham 11 oy va'damda turaman. Onani duosini olsangiz, baxtli ham bo'lasiz. Ishlaringiz ham ochiladi. Yo'llaringiz ham ochiladi. Ishlaringiz ham yurishib ketadi. Ikki ham keladi. Kelishdik-a? Kelishdi. Rahmat opajon. Sog' bo'ling. Opa, hech qachon men bunaqa gaplarni eshitmaganman. Faqat men onamni eshitib, onamni yomon ko'rgan ekanman. Yaxshi odamlar ham bor ekan. Rahmat sizga. Men hozir onamdan kechirim so'rashim kerak. Rahmat kattakon. Bor. Oyi. Oyijonim. Voy bola. Kechiring meni. Xatolarim tushunib yetdim. Voy qizim. Menga bu opani gaplari ta'sir qildi. Menga hech narsa kerak emas. Siz sog' bo'lsangiz bo'ldi. Kechiring oyijonim. Nima deganing? Voy bolam. Men bebosh qizingizni kechiring. Endi hech ham sizni xafa qilmayman. Menga mehringdan boshqasi kerak emas.